Assalomu alaykum. Siz suhbat va fikr kanalidasiz. Navbatdagi videoni boshlaymiz. Toza qalbli insonlar nomi. Videoning nomi. Toza qalbli insonlar bilan o'yin qilib bo'lmaydi. Toza qalbli insonlarning his-tuyg'ulari bilan o'ynashib bo'lmaydi. Qalbi toza bo'lgan har qanday inson o'z his-tuyg'ulari haqida gapiradi. Nimani his qilyapti, his qilayotgan narsasi albatta yuzaga chiqadi. Ko'rgan tushlari albatta yuzaga chiqadi va so'zi albatta keskir bo'ladi. So'zi qalbga, yurakka ta'sir qiladigan bir darajada bo'ladi. Bunday insonlardan uzoqlashish emas, bunday insonlarga aksincha yaqinlashish, bunday insonlar bilan munosabat va muloqotni kuchaytirish lozim keladi. Va bunday insonlar bilan yaqindan do'stona aloqada bo'lgan insonlarda yaxshi o'zgarishlar bo'ladi va bunday insonlar, ya'ni qalbi toza insonlarga nisbatan g'arazli maqsadda niyatda bo'lgan har qanday kishi o'zining jazosini o'zi topadi va o'zi oladi. Qisqa videoning mavzusi shunday edi. Like bosing, yoqsa mavzuga fikr bildiring, ulashing, obuna bo'ling. Rahmat e'tiboringiz uchun.